Ofat teshik bo'lsa ham o'zim uylanib qo'yimikin, akalar? Yo'q, uylanishga emas. Nimaga emas? Yo, bitta gap aytaman, masalan, men qizlarni yomonlasa ham, nima qilsa ham, men Sardordan yomonlik ko'rmaganman-da. Shu joyda bitta mardligini bilaman. Ofat seni bittasi yomonlayapti. Lekin men o'sha qilmayman degandan keyin men hurmatim oshgan bu bolaga. To'g'risi-da. O'zingdan Batillarda Sardor batilda yomon gapirishi mumkin. Efirda men efirni qizdirish uchun atak yo lichkangga ham boshqanga ham hech ham yomon gap gapirmaganman menga. Men o'zi birovni lichkasiga yozmayman. Yo'q, bilgan biladi-da. Prosta sizlar o'ylaysizlar, haqiqatdan deb o'ylaysizlar. Aziz bilan urushsak ham, boshqa qilsak ham bir-birimizga hech kimning yomonligi yo'q videoshlarni. Chunki ular o'zidan o'tganini o'zi biladi hamma. Bu yerda TikTok birovni